Masalan, o'zimda bir marta yaqin oralarda sodir bo'lgan narsa, masalan, avtobusga mingan paytingiz, hozir karta bo'lgan. Prosta siz kartani chiqaryapsiz, yoningizda nalichni pulingiz yo'q, shunchaki nalichni bering deyishlari mumkin yoki sizdan nalichni bo'lgan payt karta so'ragan paytlari kimdir sizga pul berishi. Menimcha bu cringe emas, lekin juda ham xatarli. Shunaqa hodisa yaqinda menda bir marta ro'y berdi. Men bunga undan примерно 5 yoki 6 qo'ygan bo'lardim, chunki вообще uyalib ketganman. Yoki yana bitta juda ham kulgili voqealardan biri, magazinda narsalarni yig'ib chiqqan paytim, kassada urib berayotgan paytlari qancha narsam borligiga qaramasdan paket kerak emas deganman. Keyin qarasam qo'lim to'la narsa bo'lib ketgan, lekin qaytib paket so'rashga juda ham qattiq uyalganman. Menimcha bu moment men uchun undan yetdi. Shu situatsiyani undan necha cringe deb baholagan bo'lardingiz? Hayotingizda bo'lgan cringe ni yozib keting.